Wow, Minecraft o'yiniga kiryapman. Qanday bo'larkin? Do'stlarim zo'r o'yin deyishgandi. Kelinglar o'ynab ko'ramiz. Nima? Qishloqcha? Birinchi daraxt kesish kerak degandi menimcha. Voy, nega sekin? Qo'ylar, mollar hammasi kubiklardan tashkil topgan. Nega buncha chiroysiz? Qishloqlar bormikin? Nima? Nega buncha zerikarli bu o'yin? Kutish kerak. Daraxt kesib oldim. Endi nima? Bundan bunaqa yasash kerakmi? Bunda ko'rin. Bu crafting table, yashash stuli nima? Olib ko'ramiz, qo'yib ko'ramiz. Wow. Lekin umuman zerikarli o'yin. Kuchayib ko'ramiz. Bunisini ishiga qara endi. Golem tog'a robotga o'xshar ekan. Yo'q. Umuman yoqimsiz o'yin. Xo'p do'stlar, siz ham shunday fikrdamisizlar? Yo'q, sizlar unday o'ylamanglar. Chunki bu Minecraft eng qiziqarli Minecraft do'stlar. Bugun ko'rib chiqadigan modlarimiz bilan haqiqiy real hayotdagi Minecraft aylanadi. Albatta do'stlar, biz 1.16.5 versiyani ko'rib chiqamiz. Siz xohlagan versiyada qilishingiz mumkin, lekin tavsiya qiladiganim 1.16.5 versiya. Chunki bu versiyada modlar ko'p va bu versiyada 4G Optifine versiyasi ham bor. Qani do'stlar, unda ketdik. Xo'p, unda do'stlar birinchi bo'lib Modernite saytiga kiramiz. Birinchi shaderdan boshlashimiz kerak albatta. Modernite saytiga kiramiz va bu yerdan shaders bo'lmini tanlab, bu yerdan xohlagan shaderlaringni tanlab olishlaring mumkin. Lekin menga eng yoqadigan shader bu Beslima shu shader menga juda yoqadi. Xo'p, buni download qilamiz. Biz 1.16.5 da o'ynaymiz, 1.16.5. Qaysi versiyada o'ynaysanglar, shu versiyani yozinglar. Bu yerga Optifine, to'g'ri, Optifine da o'ynaymiz. Download qilib olamiz do'stlar. Mana download qilinyapti. O'zi 5 sekund, 4 sekund, 101 kilobayt turadi. Bunday nima shaderlar, o'zi shaderlar ko'p megabayt turmaydi. Yuklab ham oldik deylik. Endi nima qilamiz desanglar? Windows R tugmachasini bosamiz. Windows R tugmachasini bosamiz yoki nimani o'zidan qilsak ham bo'ladi. Windows R ni bosgandan keyin Shift bilan 5 ni bossanglar, foiz belgisi chiqadi. Up data, yana foiz belgisi, keyin teskari slash mini stop katta bilan Minecraft papkasiga kirmoqchimiz bizlar. Minecraft papkasiga kirmoqchimiz, shunga teskari slash nuqta Minecraft bo'ladi va bosamiz. Mana Minecraft papkasiga kirib oldik do'stlar. Modlari, shaderlari shu joyda saqlanadi. Shader pack'ga bosamiz. Shader pack'da hozir bizda hech nima bo'lmaydi. Sizlarda bo'lishi mumkin, lekin bizda hech narsa bo'lmadi. Ya'ni yo'q bizda hali hech narsa. Endi bisili shaderni olib shuni ichiga to'g'ridan to'g'ri kirib tashlaymiz. Mana bisili shaderimiz buni ichiga tushdi. Endi Minecraft o'yinidan Optionsga kiramiz va video settings, shaders, mana bisili shaderi chiqib turadi. Bisili shaderga bosamiz va mana yana yangilanadi.
Endi bu o'yin haqiqiy real o'yinga aylanadi. Qaranglar do'stlar. Qanaqa o'yin bo'ldi bu? Wow deydigan darajadagi o'yin bo'ldi do'stlar. Agar sizlarga bu shader yoqmay, boshqa shaderni olmoqchi bo'lsanglar, shu Modrite bo'ladimi? Shu saytga kiringlar. Shaderlar ko'p, Solos shaderi bor. Men sizlarga iloji boricha yaxshiroq shaderni, ya'ni siz agar YouTuber bo'lsangiz, mana shunday ochiqroq, oddiyroq qiling. Agar siz YouTube'da shortslar qilsangiz, mana bu Bliss shader ham chotki chiqadi, bo'shliqda yo'qladi. Xo'p do'stlar, endi biz o'sha Modrite saytidan endi Moses nimasiga o'tamiz, navoga o'tamiz va mana shunday deb yozamiz. Just it was GI. Bu sizga nima yordam beradi? Narsalarning yasalishini ko'rsatib beradigan narsa bo'ladi bu. Bu narsa qanday yasaladi? Mana narsalar qanday yasalishini ko'rsatib beradi. Sizning esingizdan hech nimani yasalishi chiqib ketmaydi. Shunda qanday yasaladi, nima qilinadi, esingizda turadi. Buni ham 1.10.5 uchun yuklab olamiz. 4G versiya, to'g'ri? Yo'q. Bu 3 yil oldin, bu 6 kun oldin. Release'ni yuklab olinglar. Beta bo'lmaydi. Beta versiya bilasizlar bo'lmaydi. Endi qaranglar do'stlar, mod qo'shganda har doim Minecraft o'yinidan chiqib turinglar. Minecraft o'yinidan chiqib turasizlar. Boyagi men aytgan joy bor-ku, shader packs. O'sha joydan chiqib ketmagan bo'lsanglar, bislar tashlagan joydan bitta buni bossanglar, yana o'sha joyga qaytarib qo'yadi. Yoki chiqib ketgan bo'lsanglar, yana Windows'ni bosib, mana bu yoqda bosib, yana kirib olasizlar do'stlar. Xo'p. Endi bu yerdan mods papkasini topamiz. Bu yerda o'zi ikkita mod turadi, Optifine, Little Skin. Shular turadi. Keyin biz bu tomondan bu G ni olib kelib tashlaymiz. Mana do'stlar, olib kelib tashladik. Yana kirib ko'ramizmi? Yo'q. Kirib ko'rmaylik, oxirida bitta bilib olamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, yana men modsga qaytdim va endi bu safar ikkinchi modimizni ko'rib chiqamiz. Bu mod ham juda chotki mod do'stlar. Biomes Plenty. Ya'ni bu mod sizga yangi o'simliklarni, yangi narsalarni qo'shib beradi. Ya'ni mana 50+ dan ko'p narsalarni qo'shib berar ekan bu mod bizga. Wow. Download tugmasini bosamiz. Albatta 1.16.5 tanlaymiz. 4G versiya deyapti. Release'ni yuklab olinglar. Betani ham, alfani ham emas. Ular sinash uchun versiyalar bo'lishi mumkin, ishlamasligi mumkin. Xo'p, mana boyagi modsdagi G ni yoniga prosta tashlab qo'yamiz. Bu mod ham qo'shildi. Bu modni qo'shganning sababi biz shaderimiz bilan bu juda zo'r kirishadi. Mana galereyaga kiradigan bo'lsak, bunday daraxtlar bor, bunday biyomlar, gullar, wow, chiroyli. Mana bu yerga qaranglar, bu joylarga qaranglar. Shunday narsalarni bizga bu prosta tak qo'shib beradi do'stlar. Bu joylarga qaranglar. Wow. Unda keyingisiga o'tamiz. Yana biz mods papkasidamiz do'stlar. Endi bizni yasadigan Iron Chest deb yozamiz. Bular bizlarga ko'proq sig'imni beradi. Iron Chestlar bizga ko'proq sig'imni beradi do'stlar. Bizlar 4G versiyani yuklab olishimiz kerak, chunki bizniki 4G. Fine 4G bo'lgani uchun biz 4G bor ekan bunda ham. Bunda ham 4G bor ekan. Iron Chest 100 Netherite deyapti. Bu fabrik, buni 4G mana shunda 4G versiya bor ekan do'stlar. Xuddi mana shuni yuklab olinglar. Download qilamiz. Albatta 1.16.5 ili 4G download qilamiz release'ini. Va mana yana yuklayapti do'stlar. Bu versiya, bu mod bizga nima beradi? Har xil sandiqlar, chiroyli sandiqlarni bizga xuddi taxta sandiqdan ko'ra
yaxshiroq beradi do'stlar. Wow deyishga loyiq menimcha. Keyingisiga o'tsak ham bo'laveradi. Ha, do'stlar mana boya turgan edik. Biz modus edik. Shunday joyda turganda men buni bu tomonga chiqib oldim va biz endi resource pack'ga kiramiz. Resource pack'ga hozir kirib qo'yaylik. Endi yana modni aytdi. Orqaga qaytamiz. Endi resource pack. Resource pack'da birinchi chiqdi mana fresh animation. Bu bizni chiroyli yurishimizni zo'r qilib yurishimizni tayyorlab beradigani bo'ladi bu do'stlar. Xo'p, buni download qilib olamiz. Appni emas 1.16.5. Bunda do'stlar narsalar bo'lmaydi, ya'ni bu faqat beta versiya bor ekan. 4G, no 4G, Fabric bunda bo'lmaydi. Faqat shu 1.16.5 4G deganlari bunga kirmaydi. 1.16.5 oddiy versiya bo'lsa ham tushib ketaveradi do'stlar. Endi resource pack'ga tashlaymiz buni. Xo'p do'stlar, keyingisiga o'tadigan bo'lsak. Keyingisi esa bu sizga ya'ni Minecraftni juda zo'r qilib beradi. Bu resource pack chiqmadi negadir. Bu resource pack chiqmadi do'stlar. Bu bizga teksturalarni juda zo'r bo'lishi ekan. Bu bizga teksturalarni juda chotki qilib beradi agar 1.16.5 ga bor bo'lsa. 1.16. Bunda 1.16.5 yo'q ekan. Agar siz shunday qilib 1.16.5 ga topa olmaydigan bo'lsanglar, bu tomonda versiya yozadigan joy bor. 1.16.5 versiyani tanlab qo'yamiz. Bittasi butlar chiqdi. Demak, bu unga yo'q ekan do'stlar. Unda keyingi resource pack'ga o'taveramiz. Hech qisi yo'q. Xo'p do'stlar, endi bizlar texture MC degan texture pack'ga kirib olamiz. Texture MC desanglar, boyagi resource pack'ga bu chiqib keladi do'stlar. Bu eng menga yoqadi. Qaranglar. Bularni bunday holatga keltirib beradi va bunday qurollaringizni bunday qilib beradi. Juda zo'r. Buni ham download qilib olamiz. Albatta 1.16.5 ga. Xo'p. Yo'qmikan? Mana yo'q 1.16.5. Mana. Chiqdi do'stlar, release. Buni ham olib borib tashlaymiz. Texture MC ni. Endi mana ikkalasi. Endi uchinchisiga ham o'tib qo'ya qolamiz. Xo'p do'stlar, keyingi resource pack'ga o'tamiz. Bu keyingi resource pack mana bu visual enchantment mana. Sehrlangan narsalarni va kiyim detallarni juda chotki qilib beradi do'stlar bizga. Juda zo'r. Buni ham albatta 1.16.5 uchun yuklab olamiz, qo'shamiz va o'yinga kiramiz do'stlar. Bu o'zgarishni o'zlaringiz sezasizlar. Hop. Birinchisini va ikkinchisini videoni oldiroq o'tirasizlar, ko'rasizlar. Bu 27 megabayt ekan do'stlar, normalniy. Xo'p, megabaytiga mos do'stlar. Xo'p. 452.900 ta odamni yuklab olgan ekan. Wow. Galeriyaga o'tamiz. Hamma narsalar chotki, motki qilib qo'yishgan. Mana 1.16.5 resource pack. Xo'p do'stlar, endi Minecraftni yurgizib o'ramiz do'stlar. Qani Minecraftga kiramiz. Hop. Albatta 4G Optifine. Kirib olyapmiz do'stlar. Hozir tayyor turinglar. Minecraftning o'zgarishini chotki ko'rasizlar. Resource pack modlar qo'shilgan. Mana boyagi worldimiz. Xo'p, boya faqat shader qo'shilganda hozircha qaranglar do'stlar. Mod qo'shdilar, bo'ldi, mod qo'shildi. Bo'ldi. Shader bilan resource pack lekin boshqacha qo'shiladi. Modlar qo'shildi mana. Ikkinchiga o'tadigan bo'lsak,
sandiqlar qo'shilgan va obsidiandan ham sandiqlar tayyorlangan. Sig'imiga qaranglar do'stlar, qanchalik katta sig'im. Endi bunga qaranglar, Minecraftning o'zini chestiga qaranglar. Chest. Minecraftning o'zini chestiga qaranglar. Xo'p. Buni sig'imiga qaranglar, buni sig'imiga qaranglar. Qanday zo'r. Endi bu shaderga qaranglar. Suvga, hamma narsaga qaranglar, boshiga o'tiringlar. Endi bunga qaranglar. Har xil bloklar, daraxtlar qo'shgan bu bizga. Mana bu eshikka qaranglar. Bu eshikka qaranglar, bu daraxtga qaranglar. Qanaqa narsa bu? Wow! Bunga qaranglar. Ko'rib ko'zingiz quvonadi-yu, bunga menimcha qanaqa holatda turar ekan bu, ha? Wow, lekin. Wow, просто так wow deganim. Kelyapti. Wow! Disklar ham bor ekan. Qanaqa diskni qo'yib ko'ramiz, ha? Qanaqa zo'r bo'lar ekan. Ismi nima edi? Musiqa chaladiganni. Mana shu Nokia Block de. Bu versiyada mencha undaydan yo'q. Lekin disklar bor. Topib o'zlaring qo'yib ko'rishlaring mumkin. Endi eng zo'ri. Biz do'stlar aytganlaringdek, to'g'ri aytyapsizlar. Biz resurslar qo'shgandik. Nega resurslarni gapirmayapsiz? Chunki biz bu yerda S tugmasini bosamiz, optionsga kiramiz, resurslarga kiramiz, boyaga qo'shgan narsalarimizni resga qo'shib tashiymiz. Mana. Bitta, 3 ta. Danni bosadigan bo'lsak, wow bo'p. Minecraftimiz chotki bo'lib yangilanadi do'stlar. To'g'ri. Normalniy, lekin zo'r bo'ladi do'stlar. Xo'p, biroz qotyapti. Wow. Uji boshlanishidan mana. Qaranglar buni joylash. Wow, joylashganiga qaranglar do'stlar, qanaqa zo'r qilib joylashgan. Endi bularga qaranglar. Hammasi mana shunday holatda turadi. Olmos, izumrud, hammasi shunday holatda turadi do'stlar. Endi bular qurollarga o'tamiz. Qilishga qaranglar. Prosta qilishga qaranglar-da. Prosta qilishga qaranglar, qanaqa zo'r. Xo'p, endi kitoblarga qaranglar. Sehrlash uchun kitoblar, vay. Masalan, bitta kitobni olamiz. Men uncha sehrlashga tushunmayman. Buni olib, ili almas qilishni olamiz. Ili Xo'p, bosamiz. Qo'yamiz bu joyga kitob. Menimcha shunday diamond sword deydi. Sehrlangan holatida qanchalik chiroyli ko'rinyapti. Avvalgilar qanday? Wow, juda chiroyli bo'lgan. Bu tomondagi narsalar ham shunday zo'r bo'lgan do'stlar. Wow, просто так wow bo'lgan. Endi kelinglar qani golemni ham o'zgartirib. Wow. Wow. Qaranglar qanchalik chiroyli, vay. Bu resurs paklar bilan o'ynash endi Minecraftda ancha zo'r nimani beradi. Agar do'stlar bizga tez sindiradigan mod kerak desanglar, ya'ni tez sindiradigan mod kerak desanglar, moddan kiramiz, modisga kiramiz. Super tools deb yozamiz. Mana super tools juda ko'p. 3 ga sindiradiganlari bor. Bu super toolsdan ko'p chiqarganlar. Ya'ni 1.65 Forge hamma versiyalar uchun super toolslar ko'p. Ya'ni qaranglar. Hozir biz masalan daraxtni kesamiz. Mana daraxtni kesamiz. Hech nima, ya'ni faqat bitta blok kesilyapti. Agar siz super toolsda shuni qiladigan bo'lsanglar, butun daraxtni mana shuni kelsangiz, shunga o'xshash bloklar hammasi ketadi do'stlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Eng zo'r kanal bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, like, obunani bosib qo'yinglar. Ha. Yana bitta narsa esdan chiqibdi. Nima edi?
ichiga qaranglar. Yur. Ha. Men yurishimga qaranglar do'stlar. Ha, menda hali sezilmaydi. Lekin bitta hayvon qo'yamiz. Xayrlashishga erta. Xo'p. Kat bo'lsa, kat birinchi kallamga kelgan narsa shu kat bo'ldi. Ha, turishga qaranglar. Bu yursa qanchalik zo'r bo'ladi. Qaranglar, yurishiga qaranglar. Wow. Bu fresh animation'ni creeper. Ko'rdinglarmi do'stlar? Yoniga mushuk qo'yib yuboramiz. Qaranglar, shunday qilib yurishni sizlar moda bo'lganinglar. Afsuski bu resurs pakaslar. Unda kanal rivoji uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, like bosib qo'yinglar do'stlar. Va albatta kommentariy ham yozib qo'yinglar. Yoqdimi, yoqmadimi shuni. Do'stlar, unda xayr, sizlar bilan Rockcraft bo'ldi. Ko'rishguncha. Go!